Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Bugun sizlar bilan sun'iy intellektlardan yana maqsadroq temamiz, ya'ni slayd yaratish temasini o'tamiz. Qaysi sun'iy intellektlardan da maqsadroq slayd yaratish mumkinligi haqida ko'rib chiqamiz. Asosan Gamma AI va Canva haqida ko'rib chiqamiz. Bu xo'sh. O'zi uchun slayd yaratishimiz kerak. Dars faoliyatida o'qituvchi bo'lib ishlasak ham bizga slaydlar kerak bo'ladi yoki bo'lmasa dissertatsiya ishimizni tayyorladik yozdik, bizga slayd kerak bo'ladi. Bu miyamizni himoyasidan chiqajakmiz, slayd kerak bo'ladi. Bu dissertatsiyadan himoya uchun slayd kerak bo'ladi. Shuning vaqtida ishlatamiz slaydlarni va ko'p duch keladiganimiz qiyinchilikqa oddiy PowerPoint slaydlardan chiqib bo'ladi. 20-30 daqiqa vaqt ketiramiz. Bu kerak bo'lsa 1 soat, 1,5 soatlab ham vaqt ketirgan vaqtlarimiz bo'ladi. Rang shriftni mosdan olmasligimiz mumkin. Har slayd boshqacha ko'rinadi, dizaynni tuzolmasligimiz mumkin, vaqtimiz yetmasligi mumkin va endi hozir bizlar yordamchi sifatida Canva va Gamma AI'dan foydalansak, bu bizlar tezlik jihatdan ham, avtodizayn jihatdan izchil ajratilgan rol ko'p format, ya'ni o'zlarimiz xohlagan formatda olishimiz mumkin, tezligi ham yuqori bo'lishi mumkin. Matnni yozilgan matn bo'lsa, shu orqali Canva yoki Gamma AI'ga tashlagan holda bizlar o'zimizni sohamizga yaqin bo'lgan, chiroyli bo'lgan dizayndagi slaydlarni yaratib olishimiz mumkin bo'ladi. Bu mavzuda ko'p gaplab o'tiribman, iloji boricha amaliy ko'rsataman buni. Gamma AI'ning afzalliklarini ham ko'rsatib o'taman. Oddiy savol beriladi, bepul va slaydni bilashish mumkin. Bepul versiyada 10 ta slayd beradi. Bir kamchiligi bor bepulda ham bilaman, lekin biza ishlatishimiz mumkin hisoblanadi. Undan tashqari qo'shimcha beautiful AI'lar ham bor. Agar xudo xolasa ularni ham qo'shimcha o'rgataman. Keyin kirishlarini ham shu yerda tushuntirib o'taman va promptlarga keladigan bo'lsak, yana o'sha bir chetdan buni ham ko'rib chiqsangizlar bo'ladi o'zlaringiz, yana bir qator, lekin asosiy bu darsni amalga o'tishga harakat qilaman. Bu promptlarni o'zlaringiz bir qator o'qib chiqinglar. Bu men taqdimot uchun 10 ta professional slayd, har birida sarlavha, mazmun va vizual joy ajratilgan. Bu inglizcha, o'zbekcha, xulosasiz inglizcha yozasiz, xulosasiz o'zbekcha yozasiz, lekin asosiy qismida matnni, bu men taqdimot uchun beriladigan matnni kiritish kerak. Bo'lmasa bu mavzuga asosan boshqa sizning sohangizdan chiqib ketgan holda yaratish mumkin, slayd yaratish mumkin. Shu uchun keyin Canva AI'ni ham ichine girib ko'ramiz. Bepul ro'yxatdan o'tsangiz bo'ladi. Bunda umuman prezentatsiyalar cheklanmagan, xohlaganingizcha topishingiz mumkin. Keyin akademik, minimal, professional kategoriyalardan tanlash mumkin. Juda ko'p bedanelar, shablonlar ko'rib chiqamiz. Gamma AI'da matnni slayd yaratishimiz mumkin, vizual dizayn yaratishimiz mumkin. Canva'da 10 slayd, keyin уже bepul imkoniyat 10 slayd, keyin pul to'lanadi. Bu Gamma AI'da sal kamchilik jihatimiz bor bu yerda, lekin masalan 10 kundan keyin, 1 oydan keyin ochilib yana 10 slayd bepul berilishi kerak, shuning bo'lishi kerak, uni bir ko'rib chiqamiz. Canva'da esa ko'p funksiya, xohlagancha navni yaratsangizlar bo'ladi, olani slaydlarni. Xo'sh, bunda sal nima uchun vazifalarini va qaysi AI ishlatishimiz kerakligi haqida sal solishtirib o'tdim. Endi bu darsda ko'p umumiy ma'ruza qismi uncha shart emas. Asosiy biza ishlatib ishlatishni, qachon ishlatishni va nechta savol berishni tushunsak bo'ldi. Va ishlatishimiz kerak bo'lgan AI Gamma deb aytiladi va biza o'zlarimiz hamma vaqtda foydalanadigan Canva esa oddiy prezentatsiyalar to'plami, xohlagancha ishlatishimiz mumkin bo'ladi. Bu bepul versiya hisoblanadi Canva. Xo'sh, keyingi darsda esa plagiat haqida tushuncha beraman. Amaliy darsda esa sizlarga Gamma AI'ga qanday qilib prompt yozib, undan qanday slayd olishni o'rgataman va Canva'ni ham ko'rsatib o'taman. Barchangizga e'tibor uchun rahmat. Linklarni tashlab beraman.